Bugun shoshilinch ogohlantirish. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Joriy yilning 8-10 dekabr kunlari O'zbekiston hududiga nam va sovuq havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. Qayd etilishicha 8-9 dekabr kuni O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 8-10 dekabr kuni yog'ingarchilik qorga aylanishi kutilmoqda. 9-10 dekabr kuni shimolda, cho'l hududlarining ba'zi joylarida shamol tezligi 15-18 metr sekundgacha kuchayib, ayrim joylarda 20-22 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. 10 dekabrga borib markaziy hududlarda harorat asta-sekin kechalari 2-5 daraja sovuqgacha, kunduz kunlari 3-6 darajalikgacha pasayadi. Shimolda kechalari 7-10 daraja sovuqgacha, kunduz kunlari 0-3 daraja sovuqgacha pasayadi.